Hammaga assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz riskga bag'ishlanadi. Risk haqida juda ham ko'p foydali ma'lumotlar olasiz. Har bir foyda bu risk bilan bog'liq hisoblanadi. Risk bu kutilmagan natija, sizni kutilgan natijangiz va real natija o'rtasidagi tafovut hisoblanadi. Ya'ni moliya bozorlarida risk doimo mavjud bo'ladi, chunki narxlar, foiz stavkalar va valyutalar doimiy ravishda o'zgarib turadi. Investitsiyada nol risk degan narsa mavjud emas, faqatgina boshqariladigan risk mavjud. Ya'ni ko'pchilik investitsiyani faqatgina foyda sifatida ko'radi. Lekin aslida bu yo'lning ikkinchi tomoni hisoblanadi. Ya'ni tangani ikki tomoni bo'lgandek, investitsiyaning ham bir tomoni bu daromad bo'lsa, ikkinchi tarafi risk bo'ladi. Ya'ni risk bu yo'qotish ehtimoli, lekin uni boshqarishni o'rganganlar uchun bu imkoniyatga aylanadi. Bozor riski, ya'ni market risk mavjud. Bu nima degani? Narxlar doimiy o'zgarib turadi. Ya'ni bu bozorning tabiati hisoblanadi. Ya'ni bozor riski aktiv narxlari pasayishdan kelib chiqadi. Masalan, aksiyalar yoki kriptovalyutalar yoki futureslar, tovar narxlari kutilmaganda tushishi yoki ko'tarilishi mumkin. Aynan bozor riskini kamaytirish uchun diversifikatsiya, uzoq muddatli strategiya singari bir qator yo'nalishlar mavjud. Ya'ni bozor riski bu tabiiy risk. Bugun narxi oshgan tovar ertaga tushishi mumkin. Ya'ni aynan shuning uchun ham professional investorlar har doim investitsion portfellarni turli aktivlarga bo'lishadi. Buni diversifikatsiya deymiz. Valyuta va foiz stavka risklari. Global bozor hammaga ma'lum, bu global risk degani, ya'ni bu tushuncha bilan yonma-yon yuradi. Valyuta riski turli mamlakatlarning valyuta kurslari o'zgarishi natijasida zarar ko'rish ehtimoli hisoblanadi. Foiz stavka riski esa bu markaziy bank olib borayotgan iqtisodiy siyosat o'zgarganda obligatsiyalar yoki kreditlar qiymatiga ta'sir qiladi. Investor mana bu risklarni oldindan tahlil qilib, valyuta diversifikatsiyasi orqali himoyalanishi mumkin. Professional investorlar esa har doim valyuta riskini hisobga oladilar. Foiz stavkalari oshsa, obligatsiyalar narxi tushadi. Lekin obligatsiyalarning foizi, ya'ni daromadli kuponligi oshishi mumkin. Bu ham moliya bozorini tabiiy risk va xavflardan biri hisoblanadi. Endi esa kredit va likvidlik risklari mavjud. Ya'ni kredit riski bu nima? Bu qarzdorning o'z majburiyatini bajarmaslik xavfi hisoblanadi. Likvidlik riski bo'lsa, bu aktivni tezda sotish yoki naqd pulga aylantirish imkoniyati mavjud emasligi. Bu ya'ni likvidlik riski deyiladi. Ya'ni likvidness riski deyiladi. Endi investor uchun eng yomon holat qaysi deydigan bo'lsak, bu bizda foyda bor, ammo uni real pulga aylantirish imkoniyati mavjud emas. Har doim esda tuting. Ya'ni siz foyda ko'rgan bo'lishingiz mumkin, lekin agar uni sotib bo'lmasangiz, bu faqatgina raqam hisoblanadi. Shuning uchun aktiv tanlashda likvidlik va ishonchlilik eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Riskni boshqarish strategiyalari. O'zi risk boshqarish, ya'ni risk managementda strategiyalar bir qancha hisoblanadi. Ularni faqatgina asosiylarni keltirishga maqsad qilganmiz va ulardan quyidagilar hisoblanadi. Ya'ni maqsad riskni yo'qotish emas, uni nazorat qilishdir. Birinchisi bu diversifikatsiya. Ya'ni aktivlarni turli yo'nalishlarga bo'lish, turli sohalarga, turli aktivlarga bo'lish bu diversifikatsiya deyiladi. Undan so'ng yo'qotishlarni cheklash. Ya'ni siz agarda hozirgi holatda ma'lumotni yo'qotish da bo'lsangiz, uni yo'qotish zarur. Ya'ni cheklash kerak, uni to'xtatish kerak. Asoslangan qarorlar asosida. Ya'ni doimiy ravishda investitsion qarorlar bo'ladigan bo'lsa, doimiy bu fundamental, texnik, makro va shunga o'xshash bir qator asoslar bilan bo'lishi zarur. Undan so'ng bu uzoq muddatli strategiya. Ya'ni yana bir bor aytaman, investitsiya bu uzoq muddatli sprint emasda,
qisqa muddatli, ya'ni uzoq muddatli, marafon hisoblanadi. Ya'ni sizni doimiy ravishda uzoq muddatli strategiyangiz bo'lishingiz kerak. Va asosiylardan biri va oxirgisi bu yerda bilim va intizom hisoblanadi. Chunki bilimsiz, to'g'ri bilimsiz va intizomsiz risklarni boshqarishda afsuski iloji yo'q. Investor uchun eng katta himoya bu bilim va reja. Ya'ni bu narsa doimiy bo'lishi kerak. Hammaga rahmat.